Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun oddiy kasblar 3-qism kasblarni ko'paytirish va bo'lishni o'rganamiz. Do'stga 22 ta misolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Xo'p, birinchisida kasblarni ko'paytiring deyapti. Aslini ko'ramiz. Kasblar qanday ko'paytiriladi? Xo'p, agar to'g'ri kasb berilgan bo'lsa, menda to'g'ri yoki noto'g'ri kasbda mahrajga, suratga ko'payadi. Mahraj ko'paytirsa nima bo'ladi? 5 kara 4 20. 1ni 3 ga ko'paytirsam 3. Javob 20 dan 3 ekan. Agar suratdagi son bilan mahrajdagi son qaysi bittasi qisqarsa, qisqartirishlik kerak bo'ladi. Bunga dorilarni ham ko'rib chiqamiz. Y'sida. Xo'p, 16 taqsim 15 ko'paytirilgan 20 dan 9. 16 bilan 15 ikkalasi ham bir xil songa bo'ladi. Demak, qisqartira olaman. Nechaga bo'linadi? Ikkalasi ham 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lsam, bunda 4 qoladi, 20 o'rnida 5 qoladi. Endi 15 bilan 9 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. Demak, 3 ga bo'laman. Suratni ham, mahrajni ham. 3 ga bo'lsam 3 qoldi, mahrajda 5 qoldi. Endi nima hosil bo'ldi? Menda suratda 4 ko'paytirilgan 3, 12 chiqadi, mahrajda 5 ko'paytirilgan 5. 25. Javob 25 ekan deyman. Xo'p, 1 isini ko'ramiz endi. 8 ko'paytirilgan 9 dan 1. Men 8 ni tasavvur qilsam bo'ladi. 8 taqsim 1 deb. Shuning uchun 8 suratga ko'payadi, mahraj bilan qisqarsa qisqartiraman. Bu yerda qisqarmaydi ekan, shuning uchun 8 taqsim 9 natija chiqadi. Natural sonni kasriga ko'paytirsam, natural sonni albatta suratga ko'payadi. 1 m ga keldik. Xo'p. Aralashsam bo'lsa, men buni birinchi noto'g'ri kasrga o'tkazishim kerak bo'ladi. Nechaga teng 2 dan 1 deganim? 1.2 dan 1, 2 dan 3 ga teng ko'paytirilgan. Bu nimaga teng bo'ladi? 3 dan 4 bo'lib qoladi. 3 kara 1, 3 plus 1. Xo'p, endi surat bilan mahraj qisqardi. 3 bilan 3 1 ni beradi. 2 bilan 4 qisqardi. Bu yerda 2 qoldi, bu yerda 1. Natija 2 ga teng ekan deb javob beraman. Keyingisiga o'tdik. 1 v. Xo'p. 3 ta son kelyapti. 3 ta sondan ham xuddi shu qoida. Noto'g'ri kasrga o'tkaziraman birinchi. Birinchi kasr nechaga teng bo'ladi? 10 dan 10 kira 2 20, 21 bo'ldi. Ko'paytirilgan ikkinchisi 7 dan xo'p 7 kara 1 7, 1 ni qo'shsam 8 bo'ldi. Keyingisi xo'p ko'paytirilgan 4 dan 4 kira 2 8, 1 ni qo'shsam 9 bo'ldi. Xo'p, endi qisqaradiganlarni qisqartiraman. 21 bilan 7 qisqaradi. 7 ga bo'linadi, ikkalasi ham 3 qoladi. 8 bilan 4 qisqaradi. Ikkalasi ham 4 ga bo'linadi, bu yerda 2 qoladi. Boshqa qisqaradigan xo'p 2 bilan 10 qisqaradi ekan endi. 2 ning o'rnida 1 qoladi, 10 ning o'rnida 5 qoladi. Mahrajda necha qoldi menda? 5 qoldi, teng bo'ldi. 5. Suratda 3 ko'paytirilgan 9, 27 bo'ldi. Teng deb qo'yaman. Xo'p. 5.5 dan 2 ga butun qismini ajratib qo'ydim. Keyingi misolga o'tdik. 4. Tezligi 70 km/soat bo'lgan avtomobil 10 dan 3 soatda necha kilometr yo'l bosib o'tadi deyapti. S teng v ko'paytirilgan t degan formulamiz bor. V bu yerda tezlik, t vaqt bo'ladi. S bosib o'tilgan yo'l. Bizga tezlik 70 km/soat, demak, v 70 ga teng, vaqt 10 dan 3 bo'lyapti. 10 dan 3 ga ko'paytirsam bosib o'tilgan yo'l S kelib chiqadi, ya'ni 70 bilan 10 qisqaradi, 0, bu yerda 7 qoldi, bu yerda 3 qoldi. 7 kara 3 21 ekan, demak 10 dan 3 soatda 21 km yo'l bosib o'tadi. Keyingisiga o'tdik. 6. O'zaro teskari sonlar deb qanday sonlarga aytiladi? Ta'rif yozib qo'yamiz shu joyda. O'zaro teskari sonlar deb ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlarga aytiladi. Demak, ikkita sonni ko'paytirsam 1 ga teng bo'lsa, ular o'zaro teskari sonlar bo'ladi ekan. A ko'paytirilgan b teng 1. O'zaro teskari sonlar a va b bo'ladi. Xo'p, 7. Quyidagi sonlarga teskari bo'lgan sonlarni yozing debdi. 6 ga teskari son 1 taqsim 6 bo'ladi. Ko'paytirsam 1 ni beradi. 10 ga teskari son 1 taqsim 10 bo'ladi. Xo'p, natural songa teskari son 1 taqsim bilan yozib qo'yamiz. Keyingisi g ga 3.2 dan 1 ga teskari son qanday topiladi? Xo'p, birinchi ishim buni men noto'g'ri kasrga o'tkaziray. 2 dan 2 kara 3 6, 1 ni qo'shsam 7 bo'ldi. Endi 2 dan 7 ga teskari son topaman. O'rni almashtirib qo'yaman. 7 dan 2 bo'lib qoladi. Teskari sonligini shunchaki o'rni almashtirib qo'ysam bo'ldi kasri holatda. Xo'p, keyingisi isini ko'ramiz. 36 dan 25 nima bo'ladi? Bunga teskari qilib qo'ysam 25 dan 36 deb javob beraman. Keyingi misolga o'tdik. 2.5 dan 1 soniga teskari bo'lgan sonning surati 55 ga teng. Shu kasrning mahrajini toping debdi. Ketdik. 2.5 dan 1 nima degani bu? 5 dan 5 kara 2 10, 11 degani ekan. Soniga teskari bo'lgan sonning deyapti. Hop, soniga teskari bo'lgan sonning surati 55 ga teng. O'rni almashtiramiz endi buni. Teskari son necha bo'ladi? 5 taqsim 11 bo'lib qoladi. Bu sonning teskari surati 55 ga teng. Demak, 55 ga teng bo'lishi uchun buni nechaga ko'paytiraman? 11 ga.
55 bo'ldi. Surati 11 ga ko'paytirsam, mahraj necha bo'ladi? 11 ni 11 ga ko'paytirsam 121. Demak, surat 55 ga teng bo'lsa, mahraji 121 ga teng ekan. Mahraj 121 ga teng bo'ldi. Endi kasrlarni bo'lishni o'rganamiz. Kasrlarni bo'lish qanday bo'ladi? Xo'p, bo'lishlik uchun kasrimni bo'luvchini teskarisiga ko'paytiraman. Qanday bo'ladi? 2 taqsim 5 ko'paytirilgan pul. Buni teskarisini topaman. Necha bo'ladi? 3 dan 7. Natijani hisoblayman endi. 5 kare 3 ko'paytirish kelib qoldi. Mahraj 15 bo'ldi. Surat 1 kare 7 14. Shunchaki oldida bo'lish turgan sonimni teskarisiga almashtirib qo'yaman ekan xolos. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Gasi 7 bo'lingan 5 dan 2. Nima bo'ladi bu? 7 ko'paytirilgan teskarisiga almashtiraman. 2 dan 5 bo'lib qoladi. Teng 7 kare 5 35 taqsim 2 deb javob beraman. Xo'p, jasini ko'ramiz endi. 20 ni 7 bo'lingan 14. Buni ham 1 taqsim 14 deb faraz qilsam bo'ladi. Shuning uchun 20 dan 7 ko'paytirilgan 1 taqsim 14 bo'lib qoladi. 1 taqsim 14. Chunki 14 taqsim 1 edi bu. Endi 7 bilan 14 qisqaradi. Bu yerda 2 qoldi. Natijam 20 ni 2 ga ko'paytirsam 1 taqsim 40 ga teng bo'ldi. Keyingi misolga o'tdik. Xo'p, 5 aralashgan holatda kelsa, yana ko'paytirishni nima qilgan edik? Noto'g'ri kasr o'tkazganmiz. Bunda ham xuddi shuni takrorlayman. Noto'g'ri kasr o'tkazib olaman. Birinchi ishim 3 dan necha bo'ladi? 3 kare 5 15. 1 ni qo'shsam 16 bo'ldi. Ko'paytirilgan. Ikkinchisi bo'lingan bo'lib tursa, hozircha 3 dan 3 kare 1 3 4 bo'ldi. Endi ko'paytirishga almashtirsam 3 dan 16 ko'paytirilgan 4 dan 3 bo'lib qoladi. 3 bilan 3 qisqaradi, 16 bilan 4 qisqaradi. 16 ni 4 ga bo'lsam 4. Demak, menda natija 4 ga teng chiqdi. Tasini ko'ramiz. 3 ta son kelib qoldi. Buni nima qilamiz? Birinchi noto'g'ri kasr o'tkazish 18 bo'lingan. Xo'p, 4 dan 4 kare 2 8, 1 ni qo'shsam 9 bo'ldi. Bo'lingan 3 kare 1 3, 1 ni qo'shsam 3 dan 4 bo'ldi. Teng. Endi oldida bo'lish turgan teskarisiga almashtiraman. 18 ko'paytirilgan 9 dan 4 bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan 4 dan 3 bo'lib qoladi. Teskarisiga almashtirdim. Teng. Hop, 4 bilan 4 qisqaradi. 3 bilan 9 qisqaradi. 9 o'rnida 3 qoladi. Endi bu 3 bilan 18 qisqaradi. 18 o'rnida 6 qoladi. Teng ekan 6 ga. Boshqa ko'paytirish qolmadi. Keyingi misolga o'tdik. 13. Sarvar velosipedda 10.5 dan 4 km soat tezlik bilan 20 km yo'l yurib, manziliga yetdi. U necha soat yo'l yurgan deyapti. Avval ko'rgan edik, S teng nimaga edi va ko'paytirilgan T ga. Bizda hozir tezlik bor, yo'l bor, S bor va bor. Tan so'rayapti. T teng bo'lib qoladi. S ni bosib o'tilgan yo'lni tezlikka bo'lsam, vaqt kelib chiqadi endi. Xo'p, u necha soat yo'l yurgan? Demak, bosib o'tilgan yo'l 20 km edi. 20 km ni bo'laman nechaga? 10.5 dan 4 ga. Shunda. Xo'p, 10.5 dan 4 nima degani? 5 dan noto'g'ri kasr o'tkazib yuborsam 54 bo'lib qoldi. Xo'p, bo'lyapman 5 dan 54 ga. Natija 20 ko'paytirilgan bo'lib qoladi. O'rni almashadi buni. Xo'p, 54 dan 5. Endi qisqaradiganlari. Xo'p, 54 bilan 20 nechaga qisqaradi? 2 ga bo'linadi. 2 ga qisqartiray. 10 qoladi bu yerda. Bu yerda Hop, 2 ta bor. 14 7 27 bo'ldi. Demak, 10 kare 5 50 bo'lingan mahrajda 27 chiqdi. Teng, hop 1.27 dan 23. Shuncha soat yo'l yuribdi deb aytaman. 1.27 dan 23 soat yo'l yurdi. Keyingisiga o'tdik. Hop, 15. Amallarni bajaring. 15 ning kasini ko'ramiz ekan. Hop, kasida katta misolga o'xshayapti, lekin soddagina chiqadi. Biroz ish ko'proq bo'lishligi mumkin xolos. Qo'rqmasdan bajaramiz. Birinchi qo'shaman ikkalasini. Nima bo'ladi? 1 ga 2 ni qo'shsam 3. Hop, 3.5 dan necha chiqdi? 3 ga 1 ni qo'shsam 4. Keyin bo'luv kelyapti. 1.9. Noto'g'ri kasr o'tkazib yuborsam nima bo'ladi? Bo'luv. Hop, 10 dan necha bo'ldi? 19. Qo'shilgan. Bunisi endi. Mahraj beraman. Buni 2 ga ko'paytirib yuboraman mahraj berishlik uchun. Mahraj 10 dan 8 bo'lib qoladi bu. 10 dan 8 bo'ldi bu kasri. 1.7 dan 10 dan 8 ni ersam, buni ham noto'g'ri kasr o'tkazaman ekan.
10 dan 10 kara 1. Hop, 10, 7 ni qo'shsam 17 bo'ldi. Endi ayirsam necha bo'ladi? 17 dan 8 ni ayiraman. 9. 10 dan 9 bo'l, qavsning ichi bo'lingan. Hop, shuni ko'paytirib o'tkazsak bo'ladi. Buni almashtiraman. 3 dan 7 bo'ladi. Teng. Hop, buni noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 5 dan 5 kara 3 15. 4 ni qo'shsam 19 bo'ldi. Ko'paytirilgan 19 dan 10 bo'lib qoldi. Teskarisiga almashtirdim. Qo'shilgan qisqaradi bu ikkalasi. Necha qoladi? Suratda 3 qoldi. 10 dan, hop, 3 kara 7 21 bo'ldi. Teng. Hop, 19 bilan 19 qisqardi. 5 bilan 10 qisqardi. O'rnida 2 qoldi, 10 ning o'rnida. Hop, 2 ga 10 butun 2 ga 10 dan 21 ni qo'shsam, bu 2 butun, hop, yozaylik bir marta 2 butun 2. Hop, 2 qo'shilgan 2 butun 10 dan 1 bo'ldi. Teng. Qo'shsak butun qism qo'shilardi xolos. 4 butun 10 dan 1 bo'lib qoldi natijam. Keyingi misolga o'tamiz endi. Hop, 15 ni bajardik. 16. Hisoblang deyapti 16 da. Hop. Bitta kasr, yana asosiy kasr chizig'i bor. Asosiy kasr chizig'i eng katta chizilgani bo'ladi. Shuni ajratib olishligimiz kerak bu kabi misollarda. Kasr chizig'ining bitta ma'nosi bo'lish edi. Shundan foydalanaman. 5 taqsim 3 bo'lingan 2 bo'lib qoladi. Nima degani bu? 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 teng. Hop, mahraj 3 kara 2 6, surat 5 bo'lib qoladi. Bitta qoida bor. A bo'lingan B taqsim hop S bo'lingan D bo'lsin. Teng. Mahraj suratga chiqib ketib qoladi. Surat mahrajga tushadi. Nima degani bu? A ko'paytirilgan D, mahraj suratga chiqdi. B ko'paytirilgan S. Suratning mahraji mahrajga tushdi. Ya'ni buni bo'lish qilib o'rni almashtirib o'rsam, xuddi shunga kelib qoladi. Isbotlash qiyin emas. Hop. Keyingisiga o'tdik. S. Hozir aytgan qoidam bo'yicha mahraj suratga chiqib ketib qoladi. 7 kara 2 taqsim 5 bo'lib qoladi misol. Teng 7 kara 2 14 taqsim 5 ekan. Yoki 2 bo'lingan 5 taqsim 7 deb yozib olsam ham bo'ladi. Keyingi misolga o'tdik. Las. Hop, mahrajni hisoblaylik. Mahraj beramiz. Bu 3 ga ko'payadi, bunisi 2 ga ko'payadi. 6 bo'ladi mahrajim. Hop, 5 taqsim 6 dan, hop, necha bo'ldi? 3 plus 2 5 bo'lib qoldi. Mahrajni hisoblasam qo'shilgan. Keyingisi bu ham xuddi shunga teng ekan. Kasr chizig'i 5 dan, hop, bu yog'i 6 dan 5 bo'lib qoldi. Teng. Endi nima bo'ladi? Bu kasr chizig'i asosiy edi. Mahraj suratga chiqib ketib qoladi. Shunda, hop, 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 5 bo'ldi. Qo'shilgan ikkinchisi nima bo'ladi? Suratning mahrajga tushadi. 5 taqsim 6 ko'paytirilgan 5 bo'lib qoldi. Endi 5 bilan 5 qisqaradi, 5 bilan 5 qisqaradi. Teng. Bu yoqda 6 qoldi, qo'shilgan 6 dan 1 teng 6 butun 6 dan 1 natijani oldim. Shu bilan bugunga rejalashtirilgan misollar tugadi. Keyingi safar mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni ko'rib chiqamiz.